Madridning Real klubi atrofida bo'layotgan gap-so'zlar dahshatli darajaga ko'tarildi. Real Madrid so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda sovrinsiz qolgandan so'ng El Clasico'dan oldin juda ko'p negativ xabarlarni chiqarib yuboryapti. Kecha chiqqan xabar nima? Valverde hamda Chouameni o'rtasidagi janjal. Eng qizig'i El Clasico'da o'ynashi kerak bo'lgan va jamoani qulog'idan tortadigan ikkita futbolchi aytsa, men Chouameni bilan Valverdeni aytgan bo'laman, chunki bu mavsum hammada unday tushishlar bor, chiqishlar bor, lekin Chouameni butun mavsum davomidagi eng tekis futbolchi bo'lsa kerak. Eng yaxshi o'ynayotgan, eng foydali o'yin ko'rsatayotgan futbolchi bo'lsa kerak. Ana shu Chouameni hamda Valverde bilasiz qanaqa shaxslik. Ikkalasi mashg'ulot paytida Valverde qo'pol o'ynagan, keyin Chouameni unga nimadirlar degan, keyin borib turib uzr so'ragan, sal quyushqondan chiqib ketdim degan. Valverde yo'q, xabarlar tashqariga chiqib ketdi, endi sen bilan gaplashaman, bular bo'lganda va oxiri endi birinchi chiqqan inside xabarlariga ko'ra Chouameni uni urgan va boshi qitgadir tegib turib yorilgan, hatto chayqalishi ham kuzatilgan. Yomon ahvolda olib chiqib ketgan. O'zi hammasi tepasida Florentino Perez turibdi. Diktator, uzoq yillar davomida juda ko'p sovrinlar yutgan va istalgan paytdagi qarorlari to'g'ri chiqishini o'zicha da'vo qiladigan shaxs oxirgi 2-3 yilda naqadar katta xatolar qilayotganligini ko'ryapmiz va alal oqibat Realda bu voqealarning sodir bo'lishi tabiiy, normal hodisa.